Agar siz ushbu 5 ta maslahatga amal qilsangiz, 90% holatda stressdan oson qutulasiz. Birinchisi, nafas mashqlari. Agar siz har kuni 5-10 daqiqa toza havoda nafas mashqlari bilan shug'ullansangiz, qondagi stress gormonlarining miqdori sezilarli darajada tushadi. Ikkinchisi, kofe va turli xildagi energetik ichimliklar iste'molini kamaytirish. Ayniqsa kechki payt iste'mol qilinadigan bunday ichimliklar uyquni qochiradi. Bu esa stressning oshishiga sabab bo'ladi. Uchinchisi, jismoniy faollik. Har kuni uy sharoitida yurish, yugurish yoki yengil mashqlar bilan shug'ullanish qondagi stress gormonlarining pasayishiga hamda xursandchilik gormonlarining oshishiga sabab bo'ladi. To'rtinchisi, ijtimoiy tarmoqlar, telefon, gadjetlardan foydalanishni kamaytirish, ya'ni raqamli detoks qilish. Beshinchisi, tabiiy tinchlantiruvchi damlamalar iste'mol qilish. Masalan, rayhon, melissa, valeriana, romashka kabi o'simliklardan qilingan damlamalar asab tizimini me'yoriy darajada tinchlantirib beradi.